Assalomu alaykum. Mana bugun o'zimni tortishdan boshlayman. 92 ga 45. Bugun 1-aprel. Assalomu alaykum. Bugun 14-aprel. Bugun aniqroq kecha kechqurun belim ushlab qoldi. Uzoqqa yurib bo'lmaydi. Egilish qiyin. Ozmi ko'pmi? Shu ozish jarayoniga ta'sir qiladi. Tan bermaymiz, bosamiz. Bugun vaznim menimcha 90 kilo 200 gram edi. Yana har kuni yozib boryapman. Shu 40 kunlikni misol mana so'rab bilib olishingiz mumkin. 2 oylikni iyun oyi bo'lganda nasib bo'lsa. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 28-aprel. 1-aprelda boshlagandim. Mana 86 ga 40. Telefonim 300 gram chiqadi. Men nima qilganman? Tortganman. Azizlar, 6 kilodan sal ko'proq og'riqladim. Ozdim 28 kun mobaynida. Ozish do'stlar, ba'zilar o'ylagandek o'ta qiyin ish emas, yana ba'zilar o'ylagandek oddiy ham ish emas. Ilm kerak, amal kerak va niyatda iroda kerak, qat'iyat kerak. Qat'iyat kerakligiga amin bo'laverasiz, amin bo'laverasiz. Qat'iyat va tartib bo'lmasa, ilmingiz ko'p bo'lsa ham, 10 ta kitob o'qigan bo'lsangiz ham oz olmaysiz. Ancha tetik bo'lganman, jismoniy harakatlarim mart oyiga nisbatan o'ta ko'paygan. Yana ko'paytirib olishga harakat qilaman. Qancha misol yurganimni yoki yugurganimni yozib boryapman. Sog' va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Bugun 5-may. Vaznim bir necha kunlardan beri uncha tushmayapti. 1-may misol 85-8 edim. Bugun ertalab 85-6. Harakat qilamiz. Yegim kelib ketyapti ko'p narsalar. Endi menimcha kletchatkani kamayapman, shuni hisobiga ham. Bosamiz endi, boshqa iloj yo'q. Sog' salomat bo'lasizlar. 1-may 85-8 edim, 2-may 85-400, 3-may 86-800 ko'payib ketdi. 4-may avetda nima edim? Kichrik edim, ertalab tuzuq choy ichmadim, o'zim ham qilmadim. Sal qulupnay yegandim shakar bilan. 84-8 chiqdim. 4-may kuni, 5-may kuni 85-600. Endi bular 100% misol natijada bo'lmaydi. Ya'ni har kuni hojatdan keyin ertalab tortyapman. Bir kun oldin agar suyuqlik ko'p ichgan bo'lsam, bu tarozimni, ya'ni vaznimni ko'p ko'rsatadi, buni bilaman. Lekin baribir misol bir vaqtda tortganim uchun bu yozganlarimga, natijalarga e'tibor berishim kerak. Rahmat. Assalomu alaykum azizlar. Bugun 24-may. Ovqat yeyishni xumori tutyapti. Men ovqat yeyishni xumori tutish mumkinligini yillar oldin eshitgandim, ko'rgandim, aniqrog'i his qilgandim. Dietologiya haqida ma'lumotlarni o'rganayotgan vaqtimda o'qigandim. Lekin bu darajada bir xumor baland bo'ladi deb o'ylamagandim. Ko'rgan narsamni yegim kelyapti. Tushunyapsizmi? Ko'rgan narsamni yegim kelyapti. Harakat qilamiz. 1-iyungacha bugun endi 24 bo'lsa, rovna bir hafta qoldi. Ya'ni ertadan boshlab hisoblasak ham to'liq 7 kun vaqt bor. Maqsad endi eng kamida 82-45 bo'lish. Chunki 10 kilo eng kamida plan qo'yganman. Ko'ramiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, assalomu alaykum azizlar. Bugun 2-iyun 2026-yil. 1-aprel kuni o'zim uchun ozish kursini boshlagandim. 92 kilo 450 gram chiqqan edim. Bugun esa 80 kilodan pastga tushdim. Mana maqsadim taxminan 84 kilolargacha tushish edi. Kurs boshlangandan keyin esa ishtaham ochilib ketdi. 80 dan pastga
tushishga qaror qildim. Farqi yo'q. 1 gram pastga tushsam ham hisob. Azizlar, hozir 2026-yil bo'lsa, menimcha 80 dan past kiloda 2012-yilgacha bo'lganman. Ya'ni 2012-yildan keyin men 80 kilodan pastga tushmaganman. Hozir misol bu videoni qilishdan oldin tortdim o'zim. Shu videoda ham hozir telefonni tashqaridan sal bir yonroqqa qo'yib tortib ko'rsataman. Azizlar, mana 80 kilodan pastga tushganimni o'zingiz ko'rdingiz. Mutaxassis bo'lganimga qaramay bu narsa oson bo'lmadi. 2 oydan ko'proq vaqt ketdi. 2 oydan bir necha kun ko'proq vaqt ketdi. 1-aprelda boshlagandim, bugun 2-iyun. Har qanday ishda azizlar birinchi navbatda ishonch rol o'ynaydi. Ishonch bo'lmasa, shu o'zingizni oldingizga qo'ygan maqsadingizga aqala o'zingiz ishonmaganingizdan kim boshqalar qanday ishonadi? Mana men o'z maqsadimga erishdim.